ekan. Trekingga bilasizlar, metan qo'yganman. Agar siz video qilaman, xafa bo'lmaysiz. O'zim mashinamga gaz qo'ydimda, o'zim gaz qo'yaman bularga. 5200 so'm. Xo'p, qo'yilishi mana. Рабочий qilib zapchastlar ham qo'ydim o'zimga. Tajriba quyonligi uchun. Necha pul ketadi? 60 lik. Aka 60 litrlik. Toni bak qiling. 60 litrga 230 talik qo'yganman. 2 dona 30 talik. Hozir necha pullik bo'lishini ko'ramiz, kuzatib turinglar. Bizda 5200 so'm. Qani necha kub sig'a ekan? Oshib kelsa 50 ml sig'sa kerak. Yana bilmayman. Vaqti uzoq ketib qolyapti. Videomizda metan trekeriga 12 turbinalarga qo'yish mumkin emas. Propanda zo'r yuradi, metanda zo'r yurmaydi deydiganlar uchun propanimizni yechib turib, metan qo'ydik. 60 ming so'mga ketyapti. Alhamdulillah. 60 ming so'mdan ham o'tar ekan. 61 ming, 62 ming. O'chirar aka. Bo'ladi, yetadi shu. 63 ming so'mni pusto nol holatga keldik. 60 ming so'mga mana yurib keyingi video chiqaramiz.